janoblar auditoriyasi berilgan. Hurmatli 4 yo'nalishda boshlandi, xudo xolasa. Bo'yicha biz ajoyib ko'rgazmamizdan boshlaymiz. Demak, Zeus. Biroz qarsiylarni balandroq chalib qo'yamiz. Zeus laqabli qo'yamiz. Demak, e'tiboringlarni monitorga qaratmoqchi edik, lekin 95 santimetr chiqdi qo'chqorlar. qarsiylarni balandroq chalib qo'yamiz. 95 santimetr. Demak, ayni fursat biz Zeusdan kilogrammini o'lchab olamiz. 140. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Qarsiylar balandroq chalib qo'yamiz. Zeusdan kilogrammi 140 kilogramm chiqdi. Va undan keyin Krassavchik laqabli qo'chqorimiz ham tayyorgarlik ko'rib turadilar. Demak, Keles laqabli qo'chqorimiz. Demak, undan so'ng esa Krassavchik laqabli qo'chqorimizni ham tayyorlab turasizlar. Bu qo'chqorlar liniyasi Karabil, Batken degan qo'chqorlar bolasi. Bo'yi 99 santimetr chiqdi. Qarsiylarni chalib qo'yamiz. Qarsiy chalish tekin bugun. Balandroq chalamiz. Va biz Keles laqabli qo'chqorimizdan kilogrammini o'lchab olamiz. 158. To'g'rimi? O'ynayapti. 158. 158 kilogramm. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Keles laqabli qo'chqorimiz. Krassavchik tayyorgarlik ko'ramiz va Krassavchikni ham mana shu arenaga taklif qilib qolamiz. Krassavchik, tayyor bo'lsangiz, marhamat. Albatta, hakamlar hay'ati a'zolari, chet davlatidan kelgan qardosh millatdagi mehmonlarimiz e'tibor bilan qog'oz ruchkalarni olgan holatda bu daqiqalarni sinchkovlik bilan tomosha qilishmoqda va o'ylaymizki, 1-2, 3 o'rinlar bilan baholanadigan zotdor, nasldor qo'chqorlarimizdan biz bir necha daqiqalardan so'ng aniqlab olamiz. Keles. Bu Krassavchiklikni okalar bu qo'ldan kelgan Serik, qo'ldagi Serik degan urg'ochini bolasi. Klichka. Krassavchik. Serik. Olmaludan kelyapti qo'chqorimiz. Hop, bo'yi necha chiqdi? 1.4 bo'yi okalar. Demak, Krassavchik laqabli qo'chqorimiz 1.4 bo'y va taroziga e'tiborimizni qaratamiz. 176. Biroz qarsiydan chalib qo'yamiz. 176 kilogramm. Hoppa. Demak, ayni fursat daqiqalar o'tkazish uchun tashlab berdim. Hozir ozgina shoshmay turar ekanmiz. Biz Admiral 2 ni tomosha qilib olishlari uchun daqiqalarni topshiramiz. Rahmat, minnatdorchilik bildiramiz va davom etamiz. Boş. 102 santimetr. Va Admiral 2 ni esa biz tarozi
oldida tomosha qilamiz. Хотел 10 дать. Oppa! 195. Masha. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Когда идеал будет. Bu Farg'onadan kelgan Islom akamni, Navastro'da Islom akamni qo'chqorlari. 4 ishda mana 195 kiloni ko'rsatib beryaptilar. Rost qancha oldi? Admiral rost qancha oldi? Minnatdorchilik bildiramiz. Va Я рост. Нет, у нас вообще 270. Namangan Araboydan like bosma. Нет, у нас по весу. Xo'p, Prince qo'chqorimiz Namangandan ketdi. Бояры 270. Fransuz liniya ekan akalar. Xo'p, qo'chqorimizni bo'yi 1.2 santimetr. Кличка как? 59 qarsiylarni balandroq chalib qo'yamiz. Prince 159 kilo. Va davom etamiz. Ты дальше возьми его. Bemalol hakamlar hay'ati a'zolariga Prince qo'chqorimizni ko'rsatib turishingiz mumkin va Born laqabli qo'chqorimizni arenaga taklif qilamiz. По-моему, пытается. Prince 150. Bo'yimi? 159 chiqadimi? Shekilli. Umuman. Bu 190 nechga ham chiqdi bu? Born laqabli qo'chqorimiz. Undan keyin esa Tyson. Ну, курдук там весит. Даже сам Demak, qaysi biri tayyor bo'lsa, olib chiqishingiz mumkin. Agar Tyson tayyor bo'lsa, Tysonni mana shu arenaga olib chiqasizlar. 102. Hozir esa Born laqabli qo'chqorimizni biz bo'ylari, og'irliklarini o'lchab olamiz. Prince laqabli qo'chqorimiz, e'tibor qaratasiz. 159. 159 kilo. Судья выводит нам. Tepaqo'rg'on. Xo'p bo'ladi. Rahmat, minnatdorchilik bildiramiz va davom etamiz. Bizda Tyson necha santimetr? 1 metr. Juda ham yaxshi. 1 metr bo'y va ayni fursat daqiqalar uni og'irligini o'lchaymiz. 153 qarsiylarni balandroq chalib qo'yamiz. Tyson gap so'z bo'lishi mumkin emas. Demak, Born tashrif buyurdi. Mana, bu yoqqa, marhamat. Born laqabli qo'chqorimiz. Va hozir Born laqabli qo'chqorimizni bo'ylarini o'lchayapmiz. Undan keyin esa Berlin laqabli qo'chqorimizni arenaga taklif qilamiz. Курдук хороший, да? 96 juda ham yaxshi va davom etamiz. 131 gulroz qarsiylarni chalib qo'yamiz. 131 kilogramm. Ligini o'lchaymiz. Hakamlar hay'ati a'zolariga ham tomosha qilish imkoniyatini yaratib beramiz. Demak, ayni fursat Berlin laqabli qo'chqorimiz bo'ylarini o'lchayapmiz. Demak, 93 santimetr. Juda ham yaxshi. Va taroziga taklif qilamiz. Demak, Berlin laqabli qo'chqorimizni og'irliklarini o'lchaymiz. Juda ham injiq ekanlar. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Demak, 144. Juda ham yaxshi. Qarsiylarni balandroq chalib qo'yamiz. 144 kilogramm. Такого нету. Друг друга они не признают. Вот проблем в этом. Va 6 tish yo'nalishidagi qo'chqorlarimizni tayyorlab turishingizni so'rab qolamiz. Rahmat, minnatdorchilik bildiramiz. Qarsiylarni balandroq chalib qo'yamiz 4 tish yo'nalishida ishtirok etgan qo'chqorlarimiz uchun.
olti tish chiqadi endi. Keyingi qismiga olti tish. Laytibas komment yozdim. Va ayni daqiqalarda